Assalomu alaykum hammaga. Bugun mana katolimizga qo'yiladigan mana o'zbek tilida aytilganda aqlli bo'lishiga sababchi bo'ladigan termostat bilan ulitkani qanday ulash haqida ko'rsatib o'tamiz. Mana bu 25lik reza, ichi 15lik. Nomerim mana maslahatlar uchun. Ulitka mana shu yerga 10 edi. Shundan shu orqali mana shu yonboshi orqali havola haydab beradi, ochig'i. Ichkari tomonda mana teshiklardan havo haydaydi. Shu orqali ko'mirni yoqadi. Endi sizlarga uni nimasini qanday ulash kerak, qanday nima bo'lish kerak shuni ko'rsatamiz. Bir kishi so'ragan edi, shu sababdan bu mana ulitkamiz 330 lik. 1 minutda 2800 marta aylanar ekan. 220 ga ishlaydi ekan. Endi bu mana miyasi. Endi ochig'ini aytaman, bu miya 75 ming so'm, ko'tarilsa 100 ming so'mgacha ko'tarilib ketadi. Men 70 mingdan oldim, arzonroq qilib. 100 minggacha ko'tariladi, shu xolos. Hamma aqlli deb nomlaydigan termostat. Endi bu qanday ulanadi? Shuni ko'rsatib nima qilamiz? Mana hozir ulayapti o'zi. Qani ulaydi shuni. Mana hozir nimadan ichidan mash chiqadi, mana. Unda ko'rsataydi. Ichidan chiqqandan keyin mana 3 ta chiqadi mana shular. 3 ta. Ikkita chekasiga, monga bitta simda ulaysiz, bunga bitta simda ulaysiz. Ulaydi ikkinchi tomoniga. Shunaqa holatda pauza qilib nima qilamiz? Ko'rsatib bo'lmasam uzoq bo'lib ketadi. Mana ulashini ko'rdinglar. Hozir men tayyorlab turganda, uni tiklayib turganda nima qilamiz? Ulitka. Hozir bitta ulitkani ulab nima qilyapmiz? Ikkita ulasa ham bo'ladi. Uni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana hozir kirgiziladi. Bunisini kirgizib olasizmi? Hozir. Mashina ichida ekan. Shu holatda. Kirdi, bunisini qatiramiz mana. Kirgizib qatirilyapti. Endi 1-2 minut vaqt o'tib ketib qoladi. Ming bor uzr, agar vaqtlar ko'p olsak tezroq qilishga harakat qiladi. Endi pauza ham qilib turamiz. Orada ulaydigan joylarni aniq qilib. O'zi mana unda ham tayyor misol nima qilib qo'ygan. Bunda mana ikkita chekaga o'zi tayyor qo'yib qo'ying, ikkita chekaga ulanadi, bo'ldi, tamom. Mana o'rtadagida bo'ladigan bo'lsa, u suvga. Suvni nimasini o'chirgani. 90 gradusgacha hammasi yozib nima qilib qo'ygan. Do'konlarda bor. Shunaqa holatda. Endi hali nimalari ham bor. Sensorligi, monitorda ko'rinib turgani, gradus ham yo'q. Ular endi $50. Shunaqa bu bilan bir xilda. Pulni havoga uchirmasdan mashinadan olsam bo'laveradi. Ochiq. Endi maytroqdan bo'ladi mana shu atrofda mana. Mana shu yerdan qiling-da mana bitta. Bittasini sal-pal ochib olamiz. Biz bo'ladi shunday ochib yuboring. Mana ikkita kabel kelgan bo'lsa, mana 1,5 lik kabelimiz. Akalar, 1,5 lik kabelimiz, ikkita nima kelgan. Endi bittasini nimaga ulab nima qilamiz mana.
Buniki bunga ketdi, bunikini endi ulitkaga ulab qo'yamiz, bo'ldi shu holatda. Ulitkanigini kesamiz. Agar misol ikkita tomonga ulash kerak bo'ladigan bo'lsa, mana ikkitaga. Agar unisini ham chiqarib ber desanglar, ikkitaga ham ulab ko'rsatib, kimgadir kerak bo'lsa-da yozib qo'ysanglar, chiqarib foydali nima qilamiz, harakat qilamiz. Shunaqa holatda. Ikkita tomonga ulitka qo'yiladi-yu. Misol katyolda bu tomoniga bitta ulitka qo'yiladi. Bu yog'iga bitta ulitka qo'yiladi. Shunga qanday ulash kerak, ashinisini chiqarish kerak bo'lsa, uni ham chiqarib beramiz. Bizga aytilgani uchun shuni nima qilyapmiz, vaqtimiz endi bo'ldi. Ming bor uzr cho'zib yuborganimizga. Akamiz aytgani uchun chiqarib nima qilyapmiz. Shuni ulaymiz, mana tayyor. Mana uni mana ulab qo'ygandan keyin bunga manosi razvedkaga suqiladi, bo'ldi, ishlaydi. Shu holatda hozir ulab nima qilamiz. Manosi qo'shilib qo'yilyapti nimasi. Endi bitta ko'rsatib qo'yganimni tushunish uchun. Mana qo'lini olib. Ana bo'ldi, ovar. Nima qilib qo'shilib yubordingmi? Bekar qo'shilibsiz. Mana nimadan ulitkadan kiygani, mana ikkitalik chiqqan nimasi. Endi monusha hamma tushunarli bo'lish uchun. Mana alohida razvedkaga suqilgan. Shu hozir yana bitta nimasini ko'rsatib beramiz. Yetam 10 ming top ketdi ekan, videosi ham ko'rib zerikib ketishmasin. Mana shu nimasi. Ana o'zi qo'shilmash kerak esa kallani ishlatadi. Ammo odam qanday tushunadi? Endi tushunib olasizlar. Uni och tushunish uchun. Aka, siz uchun maxsus qilib chiqaryapmiz-da, tushunishingiz uchun. YouTube'ga qo'yib qo'yamiz endi aka, shundan ko'rib nima qilib olasiz, qolganlar ham nima qiladi. So'raganlar ikkita chiqib qoladi-da. Endi hammaga har kuni video qilib tashlab bo'lmaydi. Shuning uchun bitta video qilib qo'yib berdik deyapmiz. Ko'rib nima qilib tushungan. Endi qo'ldan kelgancha boshqa paytda ham nima qilamiz. Siz uchun ochtiryapman mana. Mana aka. Endi tushunarli, buni bekitmaydi deyman. Mana bitta sim mana shu, mana ikkita sim edi o'zi mana. Mondan kelib turib shunday ulandi, bunga ulandi. Mana alohida mana shunday ketib turib, aka razvedkaga suqilgan, tayyor bo'ldi. Shu holatda aka. Endi bundan oshiqcha tushuntira olmayman men. Yog'ini ham mayli ko'rsataman. Aka, mana termostat bitta mana shu holatda. Mahindi ulandi. Bo'ldi shu. Ikkitasini ulashdi, endi keyingi safar o'rgataman. Hamma sog' salomat bo'linglar. Mana shu endi oddiy shu holat. Ochig'i mana termostat ulitkasi yo'qlardikki, termostat 70 ming. Ulitka 400 ming so'm. Aynaqa holat bo'ladi. Pullarigacha aytib beraman. Har xil o'ynab turadi, ko'tarishib oladi ham o'zlaridan o'zlar. Nima qilib dollar ko'tariladi. Hozir dollar tushdi, lekin bu tushgan yo'q. Aynaqa ash holatda. Tushsa katyollar ham narxi tushib ketardi, zo'r bo'lardi odamlarga. Xudo xolasa narxini tushiramiz inshaalloh. Hammaga rahmat kattakon, ko'rganlarga, ko'rmaganlarga tashabbuslar. Bir-birimizga foydali bo'ladi.